U mening kiyimlarimni yirtib tashlayotganda men ko'z yoshlarimga g'arq bo'lib, xaloskorim, tayanchim bo'lgan erimga qaradim. Yordam bering, qutqaring deb faryod qildim. Lekin erim u shunchaki stulda o'tirib beparvo bilan sigaret chekib, o'z ayolining qanday qilib toptalanayotganini kino ko'rgandek tomosha qilib o'tirardi. O'sha tunda mening ruhim, ayolik g'ururim va insonligim tiriklayin kuydirildi. Assalomu alaykum. Sirlarini tum qorong'i ustida o'z qalbida qulflab yashaydigan sabotli va dardli azizlarim. Qalbining tubida aytilmagan so'zlari, yashirin jarohatlari bor insonlar. Hikoyachi Momo kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizga shu qadar dahshatli, shu qadar aqlga sig'maydigan bir xiyonat haqida so'zlab beramanki, buni eshitib butun vujudingiz muzlab qoladi. Eslatib o'tamiz. Bu to'qima emas, bu mudhish kechani o'z boshidan kechirgan, ismini sir tutgan bir muslima ayolning qon yig'lab yozgan iqroridir. Qulayroq jonlashib bo'ling. Biz boshladik. Oila bu ayol kishining eng xavfsiz qo'rg'oni, eri esa uning yagona himoyachisi bo'lishi kerak. Mening ham shunday chiroyli, namunali deb o'ylagan oilam bor edi. Eri Sanjar, u vazmin, bolalarga mehribon, menga hatto bir og'iz qattiq gapirmagan inson edi. Biz uzoq yillar tinch totuv yashadik. Uning ko'zlarida men doim sadoqatni, hurmatni ko'rardim. Bizning oramizda hech qachon xiyonat, janjal yoki shubha bo'lmagan. Kamida men shunday deb soddalarcha ishonib yashab kelgan ekanman. Kuz oylarining sovuq va zerikarli kechalaridan biri edi. Soat tungi 10:30lardan oshgan. Qandaydir nosozlik sabab mahallada chiroqlar o'chib hamma yoq zulmotga cho'kkan edi. Bolalarim uxlab yotishardi. Men ham endigina ko'zim ilinganda hovli eshigiga shunday qattiq, shunday dahshatli zarb bilan urildiki, deraza oynalari titrab ketdi. Men cho'chib uyg'ondim. Bolalarim ham qo'rqib uyg'onib ketishdi. Kim u? deb baqirdim men qaltirab. Ko'chadan Sanjarning g'uldiragan g'alati ovozi keldi. Men och eshikni. Uning ovozini eshitib, yuragimdagi vahima biroz bosildi. Yugurib borib darvozani ochdim va men o'z erimni tanimay qoldim. U oyoqda zo'rg'a turar, o'lgudek mast edi. Uning ko'zlarida men umr bo'yi ko'rmagan qandaydir yovvoyilik, qandaydir hayvoniylik bor edi. Bolalarim dadasini ko'rib yugurib bordi, lekin Sanjar ularni qo'pollik bilan itarib yubordi. Yo'qol ko'zimdan hammang deb o'kirib yubordi u. Men qotib qoldim. Sanjar o'z bolalarini hech qachon bunday haqorat qilmagan, hatto ovozini balandlatmagan edi. Qo'rquv va tushunarsizlik ichida bolalarimni olib boshqa xonaga qamab qo'ydim. O'zim esa sekin yotoqxonaga kirdim. Sanjar kiyimlari bilan karavotga qulagan edi. Dadasi, suv ichasizmi? Nima bo'ldi sizga? deb ehtiyotkorlik bilan so'radim. U sekin boshini ko'tarib menga qaradi. Uning nigohida shunday chuqur nafrat, shunday jirkanish bor ediki, mening badanimdan sovuq ter chiqib ketdi. O'sha kecha men u bilan bir xonada qolishga qo'rqib, mehmonxonada uxladim. Ertalab uyg'onsam, u allaqachon uydan chiqib ketgan ekan. Telefon qildim, ko'tarmadi. Nima bo'lganini, qanday gunoh qilganimni o'ylab kun bo'yi qovrilib yashadim. Kechqurun u yana uyga keldi. Men salom berdim, lekin u go'yoki meni ko'rmayotgandek indamay o'tib ketdi. Faqat bir og'iz gapirdi. Bolalarni ertaga onangnikiga olib borib tashla. Men xursand bo'lib ketdim. Hech bo'lmasa gapirdik. Balki bolalar shovqinidan charchagandir, biroz dam olmoqchidir deb o'yladim. Ertasiga bolalarni onamnikiga tashlab, shosha uyga qaytdim. Erimga issiq ovqat qilay, kayfiyatini ko'taray degan yaxshi niyatda edim. Lekin uyga kelib darvozadan kirishim bilan qadamlarim toshdek kotib ketdi. Hovlida Sanjar va uning eng yaqin do'sti Farhod turardi. Ikkisi ham biroz mast va ko'zlari qizargan edi. Sanjar meni ko'rishi bilan jilmaydi, lekin bu tabassum odamning qonini muzlatib yuboradigan darajada shafqatsiz edi. U Farhodga qarab qo'li bilan meni ko'rsatdi. Qara Farhod, yaxshilab qara. Mana shu senga aytgan o'sha xotinim. Lekin endi u mening xotinim emas. Men uning talog'ini berdim. Ol, u endi seniki, dedi Sanjar. U bu so'zlarni shunchaki ob-havo haqida gapirayotgandek sovuqqonlik bilan aytdi. Mening miyam buni qabul qilishdan bosh tortdi. Atrofim aylanib ketdi. Dadasi, nimalar deyapsiz? Nima qimor o'ynadingizmi? Qandaydir hazilmi bu? deb yig'lab uning yoniga yugurdim. Sanjar meni qattiq ditarib yubordi. Yo'qol, sen endi menga halol emassan. Sen menga qanday xiyonat qilganingni men bugun o'z ko'zim bilan ko'rishni xohlayman, deb baqirdi u. Farhod, qani senga qanday va'dalar berganini, qanday yotganini menga ko'rsatib ber. Men butunlay karaxt edim.
Qanaqa xiyonat, qanaqa va'da? Farhod mening hayotimda shunchaki erimning do'sti bo'lgan. Men u bilan hattoki tuzukroq salomlashmagan edim. Farhod esa menga qarab shunday iflos, shunday xaris tabassum kirdiki, men haqiqiy jallodni ko'rgandek bo'ldim. U menga qarab qadam tashladi. Men orqaga chekindim. "To'xtang, menga tekmang. Dadasi, nima qilyapsiz? Qutqaring" deb chinqirdim men. Lekin Sanjar joyidan qimirlamadi. U shunchaki stulga o'tirib, cho'ntagidan sigaret oldi va sovuqqonlik bilan tutatdi. Farhod ustimga bostirib keldi. U gavdali, kuchli erkak edi. Mening ichki qo'llarim, ojizona qarshiligim uning oldida hech narsa emasdi. U meni polga qattiq yiqildi. "Sen o'zing shuni xohlarding-ku", deb xirladi u qulog'imga. "Men seni shuncha yil kutdim. Eringga xiyonat qilib menga qanday va'dalar bergan eding, esingdan chiqdimi? Bu dahshatli tuhmat, bu iflos tuzoq edi." Farhod erimning ongini qandaydir yo'l bilan zaharlagan, menga mutlaqo asossiz tuhmat qilib, Sanjarni shunga ishontirgan edi. Men tipirchilar, yuzini tirnardim, baqirardim. "Men senga qachon va'da berdim? Iflos, dadasi, ko'zingizni oching. U yolg'on gapiryapti." Lekin Sanjar meni umuman eshitmasdi. U xuddi zombidek hipnoz qilingandek faqat bizga qarab qotib o'tirardi. Farhod mening kiyimlarimni shafqatsizlarcha yirtib tashladi. Men har bir harakatida, har bir nafasda toza do'zax azobini his qildim. U mening butun qadrimni, onaligimni, ayolligimni yer bilan bitta qildi. Eng yomoni jismoniy og'riq emasdi. Eng yomoni 10 yil birga yashagan bolalarimning otasi bo'lgan insonning, o'z himoyachimning bu vahshiylikka indamay qarab turishi, unga ruxsat berishi edi. Mening ruhim o'sha pol ustida mayda-mayda bo'lib sindi. Men hushimni yo'qotdim. Qachon o'zimga kelganimni bilmadim. Ko'zimni ochsam yerda yalang'och holda yotardim. Tanam zirkirab og'rardi. Xonaning burchagida Sanjar va Farhod o'tirishar. Ular nimalarnidir gaplashib kulishardi. Ular mening ustimga sigaret kulini tashlab, odam emas, qandaydir chiqindiga qaragandek qarashardi. O'zimdan ayol bo'lib yaralganimdan shu qadar nafratlandimki, Xudodan jonimni olishini yolvorib so'radim. Nega ayol kishi doim bunchalar ojiz? Nega erkakning tuhmati, uning g'ururi doim ayolning hayotidan ustun turadi? Men qaltirab, amallab o'rnimdan turdim. Yirtilgan liboslarimni kiydim. Ularga bir og'iz ham gapirmadim. Ko'cha eshigini ochib, qorong'ilikka qarab yugurdim. Tinman yugurdim. Onamning uyiga, bolalarimning oldiga yetib bordim. O'sha kechadan beri ropparosi 4 yil o'tdi. 4 yil. Bu vaqt ichida Sanjar biror marta ham bizni izlab kelmadi. Bolalardan xabar olmadi. U o'zining iflos g'ururini, yolg'on xiyonatni deb butun bir oilani o'limga hukm qildi. Bolalarim har kuni "Dadam qachon keladi?" deb so'rashadi. Men nima deb javob berishni bilmayman. Ularning otasi yaxshi odam edi deb aldayman. Ammo mening ichimda yonayotgan, meni har kuni kuydirayotgan bir olif bor. Qasos olovi. Lekin men bolalarimning kelajagi uchun o'zimni tiyaman. O'zi otasiz o'sayotgan go'daklarim endi onasiz, qotil onaning bolalari bo'lib qolishni istamayman. Men bu mudhish sirni shu kungacha hech kimga aytmagandim. Hatto ota-onam bilmaydi. Bugun sizlarga dardi borlarga yorildim. Sizdan so'rayman azizlarim. Men nima qilishim kerak? Bu qora sirni bir umr o'zim bilan qabrga olib ketishim kerakmi? Yoki ayol kishi o'shaning toptalangan nomusi uchun qasos olish kerakmi? Qachongacha biz ayollar tuhmat qurboni bo'lib o'zimizni qurbon qilamiz? Aziz muxlislarim, sizning xulosangiz men uchun juda muhim. Siz bu ojiza ayolning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariyalarda o'z maslahatingizni, o'z dardingizni yozib qoldiring. Bu shafqatsiz dunyoda mehrsiz qolgan bu onaga qanday yo'l ko'rsatasiz? Biz albatta barcha izohlarni o'qib chiqamiz. Agar bu hikoya sizning yuragingizni titratgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. Ayolingizni asrang. Xayr, salomat bo'ling. U mening kiyimlarimni yirtib tashlayotganda men ko'z yoshlarimga g'arq bo'lib, xaloskorim, tayanchim bo'lgan erim